Dahshati bor. Buni O'zbekistonda ko'rmagansizlar sizlar. Bunaqasini hech kim sizlarga ko'rsatmagan. Birinchi marotaba bo'lishi. Buni qaranglar. O'zbekistonda birinchi bo'lib Agrover korxonasi tomonidan ekzotika haqiqiy. Buni qaranglar. Buni qaranglar. Kim ko'rgan? Qo'lga chiqarib beraymi rangini? Barmog'ingizni topshirasizlar. Mashalloh. Buni qaranglar. Buni qaranglar. Qani? Mana buni qaranglar. Kim ko'rgan bunaqasini? O'zbekistonda biz chet elda emasmiz. Haqiqatda mana shunaqa kartoshkalarni yetishtiradigan joyga keldik. Yaqin vaqtlarda chiqadi bu. Mana savdolarga chiqadi. Endi biz o'rganib qolganmiz, oppoq yo qizil kartoshkalarga. Mana shu yer tagida turibdi. Hosillari mana qip-qizil bo'lib. Mana qaranglar. Mana mashalloh. Mana bunisini qaranglar. Endi bu haqiqatdan menga juda bir boshqacha ko'rinib turibdi. Ekzotikami bu endi? Ha, ekzotika. Mana. Xolasi korzinkada chiqadi. Korzinkalarda chiqib qoladi yaqin kunlarda. O'shanda aytasizlar, biz buni ko'rganmiz deysizlar, mana haqiqiy korzinkaga chiqadigan kartoshka mana. O'zim ko'rib maza qildim. Hozir so'rayapman, nima qiladi desam, ekzotika buni ham bemalol yesa bo'ladi, qaynatsa bo'ladi, o'zimizni obishniy kartoshka deb bo'ladi dedi. Ko'rdik. Ha, qanday? Ta'mi yaxshi. Mazasini aytamiz sizlarga. Ko'zini yumib yesa, u oddiy kartoshkadan pasti farqi yo'q desa ham bo'ladi. Faqat shu rangida-da, anaqa noyobligi. Mazasini ko'rib sizlarga aytamiz o'rtoqlar, tez kunlarda korzinkada kutib qolasizlar.